Assalomu alaykum akalar, tuzyapsizlar, charchamayapsizlarmi? Akalar, xudo xolasa juma kunida ancha mashinalar qildik. Nexia 3 chotka qilib berdik akamiz mashinalarini. Hadoylarni ketgan bitta ikkita joylari bor ekan. Ketgan joylarni qilib, balonlar pirigit qilib, razvollarni chotka qilib berdik. Akamiz yurib ko'rib baho beradilar. Birgalikda ko'ramiz, ketdik. Akamiz yurib keldilar. Hozir o'zlaridan so'raymiz, Nexia 3 qalay bo'ldi? Aka, mashina qalay bo'ldi? Mashinaga gap yo'q, ammo qo'lingiz dard ko'rmasin. Aha. Obunachilarga aytadigan gapim, Aha. sifat o'ta daraja zo'r. Aha. Juda mamnun bo'ldim. Maslahat beraman kelishlarni. Rahmat aka. Samimiy bu, hali o'rgatilgan boshqa, samimiy ichimdan kelib turgan gap. Aha. O'zim ham obuna bo'ldim, videolarini ko'rdim. Aha. Keldim, gap yo'q, sifat zo'r. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Akalar, shunday xizmat kerak bo'lsa kelaverasizlar, chotka qilib beramiz, pastda nomerlar qoldiramiz. Akalar, obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, ketdik.